Bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham bolam deydi. Bandasi bo'ridan battar odamni odam yeydi. Bitta erkakni ichidan o'tganini, siqilganda ichidan o'tgan his tuyg'usini bitta ayol his qiladigan bo'lsa, 72 suyagi qaqshab ketadi, yuragi dosh bermaydi dedilar. Tunda uxlamayotgan odamdan nega uxlamayapsan deb so'ramang. Agar hammasi yaxshi bo'lganda, u allaqachon uxlagan bo'lardi. Erkaklar ham odam, ular ham bu dunyoda muvaffaqiyatli davri bo'ladi, pulsiz davri bo'ladi. Tasavvur qiling, qiyinchilikka uchraganda ayol birdek talab qilaversa. Menimcha oila bu qo'sh ho'kiz. Erkakda qanaqadir muvaffaqiyatsizlik bo'lgan paytda ayol qo'llab-quvvatlashi, o'sha momentda ayolni pullarini ishlatish bu hech nima emas. Bu ikkalasi bir butun-ku. Nima farqi bor agar yaxshi ko'rgan insoningiz qiynalib turganda siz uni battar essangiz?